Assalomu alaykum hammaga. Yana Chiri avtosalonimizdan yana tashrif buyurganligi. Modelimiz ya'ni Tiggo 8, ya'ni gibrid mashinamizda hozirgi paytda polni yangilangan versiya. Ya'ni mashinalarimizni hozirgi paytda ancha o'zgarishlar kiritilgan. Abrisovkalari, farlari polni LED bilan jihozlangan. Ya'ni ko'rayotganingizdek, mashinalarimizni keling, men sizga ichki salonlarini ham bemalol ko'rsatishim mumkin. Mashinamizni balonlari 235 ga 50 R19 saka diska bilan jihozlangan даже mashinamizni yumshoq balonlar bilan ya'ni jihozlangan polnis. Ichki salonlari polni alcantara qilingan, ya'ni polni kojani oxirgi modellardan o'rnatilgan даже mashinamizni. Ya'ni salonlari bejiviy salon hisoblanadi polnis. Mashinamizda hozirgi paytda haqiqiy oilaviy crossover, ya'ni ko'rayotganingizdek, rullari hammasi elektron bo'ladi. Ya'ni bunda 4 ta sidena abagrev, 2 ta oldida abduf, ya'ni massaj, keyin bunda atamanka sidena hammani o'rtasiga qilib qo'yilgan. Ya'ni dash head-up displeylargacha bemalol qo'yilgan mashinamizda. Ko'rayotganingizdek, ishlari ham ancha keng. Orqadan bemalol 3 kishi bemalol o'tirib, ya'ni moslashib bemalol ketsa ham bo'ladi. Dash mana shu mashinamizda даже orqasida mashinamizni ko'radigan bo'lsangiz, 7 ta o'rindiq bilan jihozlangan. Ha, bu modellarimiz 7 kishilik. Da, bu oilaviy crossover haqiqiy, ya'ni tog'larga, ya'ni ketadigan bo'lsangiz, oilangiz kattaroq bo'lsa, ya'ni men sizga mana shu mashinamizni taklif qilaman. Ya'ni buni 7 ta o'rindiqli bemalol ketsa, ya'ni bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, bagajlar ham elektron hisoblangan. Ya'ni ko'rayotganingizdek, hammasi bezopasliklari ham qo'yilgan даже ko'rayotganingizdek. Gap bo'lishi mumkin emas. Bularimizni to'liq benzin to'liq bakda qancha masofani bosib o'tadi? Qarang, bitta polni zapravka bilan agar siz harakatlanadigan bo'lsangiz, bu gibridimizda 1100 kilometr bemalol masofani egallab o'tasiz. Agar siz tokda yuradigan bo'lsangiz, 130 kilometrdan, ya'ni 150 kilometrgacha bemalol harakatlanib yurishingiz bo'ladi. Agar polni benzin, ya'ni tokda harakatlanib yuradigan bo'lsangiz, 1200-1300 kilometr, ya'ni bemalol masofani egallab o'tishingiz mumkin. Ya'ni qanaqasiga deyishingiz mumkin? Bunda qarang, rasxodiga keladigan bo'lsak, shahar ichida harakatlanadigan bo'lsangiz, 5 dan 5,5 tagacha benzin rasxod qiladi. Agar siz buni dalnilarga, ya'ni uzoq masofa yo'llarga chiqadigan bo'lsangiz, mashinamizni 3,5 ta 3 ta benzin rasxod qiladi даже. Ya'ni bunda ham ancha ekonomishni, ham tejamkor mashinamiz hozirgi paytda. Bu modellarimizning hozirgi vaqtda olish shartlari qanaqa bo'ladi? Bunda ham xohlasangiz rastruchka orqali qilib bera olamiz. Ya'ni bunda 25-30% ya'ni to'lov qiladigan bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha shartlar asosida bemalol xarid qilsa bo'ladi. Rastruchkaga 5 yilga. Albatta. Kimgadir rastruchka kerak bo'lsa, kimgadir avtokredit, kimgadir nalichda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilib, ya'ni bemalol avtosalonimizga kelishi mumkin. Rastruchkadan tashqari yana nima shartlarimiz bor? Qarang, bizda xohlasangiz trejli xizmatimiz bor. Ya'ni eski mashinangiz bo'lsa, eski mashinangizni o'zimizga olib qolamiz, yangisiga bemalol almashtirib, ya'ni bir kun ichida hammasini ishlarini joyida qilib, ya'ni bemalol harakat qilib, bemalol olib chiqib ketaveramiz mashinani. Avtokredit, avtolizing, hamma yo'nalish bo'yicha bor akajonim. Naqd to'lovda modelimizning narxi qancha? Qarang, mashina tan narxi 449 million 900 ming so'm. Agar siz buni naqdga oladigan bo'lsangiz, 420 million 900 ming so'm tushadi. Ya'ni naqdga oladigan bo'lsa, ya'ni 30 million chegirmasi bor mashinamizda. Shuni 30 million skidka qilib beriladi. Albatta. Mijozlarimizga 30 million skidka. Bo'ldi, manzilni bitta tushuntirib berasizmi? Qarang, manzilimizni Toshkent rohat, ya'ni qo'lini kelaverishingizda 1 kilometr joylashgan, Yangiobod mostining tagida joylashgan avtosalonimizda. Agar siz vodiy tomondan keladigan bo'lsangiz, ya'ni rohat yo'liga, kruga kelganingizda 700 metr ichkariga kirganingizda, ya'ni qo'lini yo'liga chap qo'lingizda shunda avtosalonimiz joylashgan. Cher avtosalonimiz. Bu nechadan nechagacha ish vaqti? Qarang, bizda ish vaqti ertalabki 9 dan kechqurungi 20:00 gacha, ya'ni 8 gacha ish vaqtimizda bo'ladi. Bo'ldi, bemalol kelib, o'yingizdan ma'lumot olishsa bo'ladi. Albatta. Bo'ldi. Samandar aka, kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin.